Blockbuster kompaniyasi haqida eshitganmisiz? Katta ehtimol bilan ayniqsa yoshlar bu haqida eshitmagan bo'lsangiz kerak. Lekin bundan bir 25-30 yil ilgari, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari bozorida bu juda ham katta kompaniya edi. Ularning asosiy biznesi bu kinofilmlarni video kassetalar orqali savdosi bilan shug'ullanadigan supermarketlar tarmog'i bo'lgan. Dunyo bo'ylab 9000 tadan oshiq magazinlarga ega bo'lgan bu tarmoq o'sha paytda paydo bo'layotgan Netflix esa ularning oldidagi bir kichkinagina startap edi xolos. 2000-yillarning boshlarida Netflix asoschilari Blockbusterning rahbariyatiga o'zlarining kompaniyalarini $50 million sotish taklifi bilan chiqishgan. Blockbuster rahbariyati esa bu startapga umuman e'tibor ham qaratishmagan va ularning fikricha ular shu darajada katta bo'lganki, hattoki hech nima o'zgargan taqdirda ham ular bozorda o'zlarini lider sifatida qarashgan va hech nima o'zgarmaydi, biz har doim lider bo'lamiz deb o'ylashgan. Bugungi kunda Blockbusterning 9000 ta magazinidan bir dona qolgan. U ham menimcha muzey sifatida ishlasa kerak ko'proq. Lekin Netflix $200 milliard turadigan dunyodagi eng yetakchi kompaniyalardan bittasi hisoblanadi. Agar siz ham men bozorda birinchiman, nima o'zgargan taqdirda ham men o'zimni o'rnimda qolaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz.